Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, axloqsiz kontent va pornografik materiallar ruhiy tushkunlik, tashvish va izolyatsiya kabi muammolarni keltirib chiqaradi. Bu ayniqsa bolalar va o'smirlar uchun yanada xavfli bo'lib, ularning ijtimoiy munosabatlarni noto'g'ri idrok etishiga sabab bo'lishi mumkin. Mamlakatimizda bu kabi kontentlar tarqalishiga qarshi qanday kurashilyapti? Navbatdagi lavhada shu mavzuda so'z boradi. Internet va ijtimoiy tarmoqlarda noqonuniy faoliyat bilan bog'liq holatlar soni kundan kunga ortib bormoqda. Xususan, axloqsiz kontent va pornografik materiallar ko'p tarqatilyapti. Tahlillarga ko'ra, 2024-yilda pornografiyani tarqatish, intim xizmatlar va tovarlar taqdim etish, shuningdek, LGBT targ'iboti 2023-yilga nisbatan 5,3 barobarga oshgan. O'tgan yilda aynan pornografik mahsulotlarni tarqatish bilan bog'liq 5000 dan ortiq pornografik saytlar bloklangan bo'lib, O'zbekiston hududida hozirgi kunda ularga kirish imkoniyati cheklangan. Xususan, mazkur turdagi profilaktik tadbirlar yoshlarimiz orasida pornografik mahsulotlarga bo'lgan qaramlikni oldini olishga bevosita yordam beradi. Pornografiya kattalarga ham zararli ta'sir ko'rsatib, unga qaramlikni uyg'otadi. Bu uning hayotiga, ishiga va ijtimoiy aloqalarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Endi pornografik mahsulotlarning tarqalishi bu to'g'risini aytish kerak, biz bu borada tahlillarni ham olib boryapmiz, doimiy aniqlaymiz. Ya'ni biz o'zbek segmentida qanaqalar tarqatyapti, kimlar tarqalyapti, buni bilasiz, biz Jinoyat kodeksining 131-moddasida bu to'g'risida aniq belgilab o'tilgan. Javobgarlik masalasi, ma'muriy ham jinoiy javobgarlik masalalari ham bor. Bular doimiy aniqlanib, javobgar qilib borilyapti, lekin butun internet qamrab olish imkoni mavjud emas. Ko'pgina xorijiy davlatlar pornografik mahsulotlarning tarqalishiga qarshi kurashmoqda. Masalan, Avstraliya va Buyuk Britaniyada internet provayderlar taqiqlangan kontentga ega saytlarga kirishni bloklashlari shart. Yurtimizda ham 2024-yil davomida pornografik kontentga ega deyarli 5000 veb-sayt aniqlanib, ularga nisbatan tegishli choralar ko'rildi. Aynan pornografik mahsulotlarni tayyorlash, O'zbekiston Respublikasiga olib kirish uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlik belgilangan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 189-moddasiga binoan pornografik mahsulotlarni tarqatish yoki O'zbekiston Respublikasiga olib kirish uchun bazaviy solish miqdorining 50 baravaridan 400 baravarigacha jarima jazosi qo'llanilishi mumkin. Xabaringiz bor, pornografik video yoki rasmlarni tayyorlagan, O'zbekiston hududiga olib kirgan, reklama qilgan, namoyish etgan shaxslar uchun qonunchiligimizda ma'muriy va jinoiy javobgarlik ham belgilangan. Biroq haligacha mana shunday holatlarning uchrashi achinarli. Mutaxassislarga ko'ra, yoshlarni internet va ijtimoiy tarmoqlarda himoya qilishda dastlab uning uchun tegishli me'yoriy huquqiy bazani yanada takomillashtirish va yosh avlodga katta zarar yetkazishi mumkin bo'lgan noqonuniy ma'lumotlarning aniq mezonlarini belgilash zarur. Bu yo'nalishda esa ishlar hali davom etmoqda. Sohiba Akrom va Kamron Rahmonov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.